Ayollar o'zi ham chimoshnik qilib qo'yyapti-da erlarni. Men, например, erimdan ustun bo'lishni xohlamayman, даже pul men erim bilmaydi qancha pul topishimni. Normalniy topaman. Men ustun bo'lishni xohlamayman. Chimoshnik er bo'lishini xohlamayman-da. U uchun vaqti pul ham unchalik nima qilish kerak emas, o'rtada o'ynash kerak emas. Mudri bo'l, ering qilib beradi shuni. Ayollar ilmli, bilimli bo'lishi kerak. Mudrisi ham olib borish uchun. Xitris, mudris, ayol kishining o'zi roli ko'p bu hayotda. Oilada главный rolni olgim kelmaydi. Bozor qil, nalog to'la. Er bilan, например, men teng bo'la olmayman. Pastda turishimiz kerak, o'zimizni joyida. Lekin erkaklar ham so'tay bo'lib ketish kerak emas-da. Erkak kishi erkak bo'lishi kerak. Lavzli, harakatchan bo'lishi kerak. Oilasiga ответственный bo'lishi kerak. Biz uylangan paytimizda xo'jayinim endi ishga kirgan edilar. Oylikda biz yashirdik-da. Ayjon yordam berardilar lekin. Ayjon mudrik ayol bo'lganlar deb bekitib pul berardilar, чтобы men ko'rmay. Erimga pul berganlarni o'g'illariga. Qizim tug'ilgandan keyin, kashi yeyish kerak bo'lib qoldi. Сложный роды bo'lgan. Xo'jayinim ishdan chiqib, taksilik qilib, o'sha paytda eng qimmat kashi bo'lardi. Men pampers boqmaganman bolalarni. Kashani olib, keyin kelardilar. Ular ответственныйlar bolalari uchun, ayoli uchun.